Demak, o'quvchilar, biz hozir siz bilan kichkinagina dam olish daqiqasidan foydalanamiz. Buning uchun Nodirbekning qo'lida rasm bor, u nima ekanligini ko'rmaydi. Biz turli xil savollar orqali bunga Nodirbekning munosabatini bilamiz. Nodirbek, tayyormisiz? O'quvchilar sizga savollar yozilgan, men o'qib beraman. Kelishdikmi? Xo'p, demak, siz u narsani kim uchun ishlatasiz? Kim uchun ishlatasiz? O'zingiz uchun. Rahmat. Keyingisi, bu narsa sening hayotingda qanday ahamiyatga ega deb yozibdi sinfdoshlaringiz? O'rtacha. O'rtacha ahamiyatga ega. Xo'p, keyingisi, bir kunda necha marotaba ishlatasiz? Tezroq. 1-2 marta. Xo'p, 1-2 marta ishlatasiz, barakalla. Bu narsani qaysi paytda ishlatasiz? Ovqat yeykan. Aha. Bu Shohnazaning savoli ekan. Siz u narsani ishlatasizmi deb yozibdi. Ishlatasiz. Ishlatish haqida gapirdik. Shahobiddin shunday savol yozibdi. Bu narsani yeysizmi, ichasizmi deb. Yoki umuman boshqa maqsadda foydalanasizmi? Aha, Mehrinozning savoli sizga. Mehrinozdan savol, u sizning sevimli narsangizmi debdi. Yo'q, demak sevimli o'rtacha. Ilhomjonning savoli, nima maqsadda foydalanasiz bu narsada? Yo'q. Uxlashda foydalanasiz. Aha, Jasminaning savoli, aynan qaysi paytda, kunning qaysi qismida foydalanasiz? 3 mahal. Aha, 3 mahal foydalanasiz. Yo'q, ertalab, obedda, kechqurun. Qaysi payt deyapti? Aha, Behruzbekning savoli, qaysi do'sting bilan ulashgan bo'lar eding shu narsangni? Yana kimga berib tura olasiz? Yalnız o'zi bilan. Xo'p. Keyingisi Umidjonning savoli. Bu narsani ertalab ishlatishni maslahat berasizmi yoki kechki payt ishlatishni maslahat berasizmi? Boshqalarga. Hamma vaqt ishlatyapsiz. Xo'p, Asalning savoli, siz bu narsani qayerda ishlatasiz o'zi? Ko'paman. Eshitmadim? Xo'p, rahmat. Pastdagi savol berilgan ekan. Keyingisi Madinaning savoli. Bu narsani sizga ishlatishni kim o'rgatgan? Do'stlar. Xo'p. Keyingisi. Bu narsani ishlatayotganingizda yoningizda kim bo'lishini xohlardingiz? Yalnız. Xo'p, keyingi savolimiz, bu narsani sizga kim bergan? Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsani yangisi yaxshiroqmi yoki eskisimi? Qaysi biri yaxshiroq bo'ladi foydalanish uchun? Nima narsalarga yo'q. Endi aytaysiz. Aynan bitta javob aytish kerak-da. Eskisi. Eskisi yaxshi. Xo'p. O'zingiz ishlatayotganingizni aynan kimgadir sovg'a qila olasizmi? Rahmat. Endi rasmni ko'rishingiz mumkin.